osmonda va yer yuzida birinchi qilingan gunoh qaysiligini bilasizmi? Bu hasad. Iblis Odam alayhissalomga hasad qilib Allohga osiy bo'ldi. Qobil Hobilga hasad qilib uni o'ldirdi. Qarang, biri Allohning dushmaniga aylandi, hasad va kibr sabab. Biri esa qotilga aylandi. Asl sababi nima edi? U jinoyatlarning asl sababi hasad. Hasad degani Alloh bir bandaga bergan ne'matni ko'ra olmasdan unga yomonlik tilash va uni payida bo'lish. Bu Allohning taqsimotiga ochiq qarshilik qilishdir. Insonning tanasida har xil kasalliklar bo'ladi. Saraton, infarkt, insult bo'ladi misol uchun. Va qalbda ham xuddi shunaqa kasalliklari bo'ladi. Va shu kasalliklarini eng kattalaridan biri hasad. Saratonga o'xshatsak bo'ladi buni. Rakka o'xshatsak bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga hasadchini hasadini yomonligidan panoh so'rashga buyurdi. Hammamiz har kun o'qiydigan suramiz Qul a'udhu bi robbil falaq surasi. Sura tongni Robbi bilan panoh so'rayman deng deb boshladi. Suraning oxirida Alloh aytdiki: "Va min sharri hasidin idza hasad." Hasadchini hasadini yomonligidan panoh so'rayman deng dedi. Nimaga? Chunki hasadchini hasadiga Allohdan boshqa hech kimni kuchi yetmaydi. Allohdan boshqa hech kim qodir emas hasadchini hasadini yomonligini ketkazishga. Chunki u ko'rinmaydigan narsa. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolodan hasadchilarni hasadini yomonligidan panoh so'raymiz. Hayotingizda har kunini, har minutini ibodatga aylantirishni xohlaysizmi? Bir ustozimiz aytib beruvdilar. Eshigingiz taqilladi. Shu eshigingiz taqillasa, biz nima qilamiz odatda? Oddiy borib kim keldi ekan deb eshikni ochamiz. Lekin salaf solihlarimiz, sahobalar, tobiinlar ular nima qilishardi? Ular shu eshik taqillasa, eshikni ochgungacha bo'lgan muddatda ichida niyatlar qilishardi. Qanaqa niyat? Agar hozir taqillatib kelgan odam och qolgan odam bo'lsa, qonini to'yg'izaman. Chanqagan bo'lsa suv beraman, kiyimsiz bo'lsa kiyim beraman, qiynalgan bo'lsa pul beraman, mahzun bo'lsa yaxshilikka chaqirib unga dalda beraman. Ba'zilari 30-40 tagacha niyatlar qilishardi. Har bir niyatlariga ajr olishardi. Ularning hayotlarini 24 soati ibodat bo'lardi. Shuning uchun ulamolarning ajoyib bir gapi bor. Avomning ibodatlari odatdir. Olim, orif bandalarning odatlari ibodatdir. Biz uchun ibodatlar oddiy odat bo'lib qolgan. Namoz vaqti kirsa, namoz o'qishimiz kerak, odat u. Lekin Allohni tanigan olim kishilar, bandalar, haqiqiy muvaffaq bo'lgan bandalar, ular har bir mayda juda odatini ibodatga aylantiradi. Shuning uchun innamal a'malu binniyat hadisini dinning yarmi deyishgan. Alloh bizni ibodat uchun yaratdi-ku. Bizni yaratilish g'oyamiz o'zi ibodat-ku. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Estaizu billah va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men jin va insni faqat va faqat mengagina ibodat qilishlari uchun yaratdim dedi. Biz vafot etsak, bizdan birinchi olinadigan narsalar nimaligini bilasizmi? Birinchisi bizni kiyimlarimizni yechib olishadi. Taqinchoqlarimiz, soatlarimizni yechib qo'yishadi. Keyingi bizdan olinadigan narsa bizning nomimiz, ismimiz. Biz o'lishimiz bilan bizni nomimiz bilan chaqirishmaydi. Mayitni olib kelinglar, mayitni yuvinglar, falonchini olib kelinglar, falonchini yuvinglar, falonchi hoji akani deyishmaydi. Mayitni o'raylar, mayitni qabrga qo'yinglar. Janoza deb nomlanadi. Mayit deb nomlanamiz. Nomimiz ham ishlatilmaydi. O'lgan zahotimiz nomimiz o'chadi. Kiyib yurgan kiyimimizni ham olib keta olmaymiz u dunyoga. Butun umr to'plagan mollarimiz bo'lib beriladi. Qurgan uylarimizda boshqalar yashaydi. Biz olib ketadigan yagona narsa solih amallarimiz. Imom Termiziy Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Aksiru zikra hadimil lazzat, ya'ni al-maut." Lazzatlarni yo'q qiluvchi narsani ko'proq eslanglar, ya'ni o'limni ko'proq eslanglar dedilar. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Estaizu billah kullu nafsin za'iqatul maut, thumma ilayna turja'un." Har bir jon o'limni totajakdir. So'ngra bizgagina qaytarilasizlar. Hozirgi kunda bizning o'lchovlarimiz o'zgarib ketgan. Nima demoqchiman? Eng hurmatli insonlar, azizlanadigan kishilar, boylar, blogerlar va artistlar bo'lib qoldi. Insonning qadr-qiymati shu obro', boylik, mansab va hokazo narsalar bilan o'lchanadigan bo'lib qoldi. Bu o'lchov to'g'rimi? Keling, Allohning nazdidagi o'lchov qanaqaligini ko'ramiz. Alloh aytadi: "Estaizu billah inna akramakum indallohi atqakum." Allohning huzurida eng hurmatligingiz taqvodorrog'ingizdir. Alloh bizni nasabimizga, boyligimizga, obro'yimizga,
qaramaydi. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh sizni suratlaringizga, tashqi ko'rinishlaringizga va mol va dunyoyingizga qaramaydi. Alloh sizlarni qalblaringizga va amallaringizga qaraydi dedilar. Yana o'sha ulamolarimiz aytgan gapni qaytaraman. Qanchadan qancha yer yuzida mashhur kishilar bor, osmonlarda ularni hech kim tanimaydi va qanchadan qancha osmonlarda mashhur kishilar bor, yer yuzida ularni hech kim tanimaydi. Inna akramakum indallohi atqakum. Shunaqa bir kalima bor. Osmonlar va yer va undagi barcha narsalar shu kalima uchun yaratilgan. Bu kalima shunaqa buyukki, tarozini bir pallasiga osmonlar va yerlarni qo'ysak, bir pallasiga shu kalimani qo'ysak, bu kalima og'ir keladi. Bu kalima tavhid kalimasi. La ilaha illalloh kalimasi. Alloh taolo osmonlarni, yerlarni, insonlarni, jinlarni va barcha narsani shu kalimani tahqiqi uchun yaratgan. Kitoblarni shu kalima uchun nozil qilgan. Payg'ambarlarini shu kalima uchun yuborgan. Qarang, bu kalima shunaqa muhimki, butun borliq shu kalimani tahqiqi uchun yaratilgan. Biz bilamizmi bu kalimani? Alloh bizga bu kalimani bilim olishimizni, o'rganishimizni, ta'lim olishimizni buyurgan. Alloh aytadi: "Estaizu billah, fa'lam annahu la ilaha illalloh." Va bas biling, o'rganing, albatta Allohdan o'zga ibodatga sazovor zot yo'q. Allohdan boshqa ibodatga haqli zot yo'q. Inkor qilamiz Allohdan boshqa butun sig'iniladigan ilohlarni. Faqat Alloh bor. Bilamizmi bu kalimani? Tanimizmi Allohni? Hayotimizdagi eng muhim o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa bu la ilaha illallohdir. Biz hayotimizga kerak bo'lgan, muhim bo'lgan narsalarni o'rganamiz. Biznesimizga nimadir ilmlar kerak bo'lsa, ularni o'rganamiz. Dili IT o'rganamiz, ingliz tilini o'rganamiz, matematika o'rganamiz. Nimaga la ilaha illallohni o'rganmaymiz? Vaqt ajratmaymiz bu uchun. Osmon, har kun shu osmonga qaraymiz. Hech shu osmonga qarab, Alloh buni qanaqa qilib yaratdi ekan? Alloh qanaqa qilib ustunlarsiz buni ko'tarib qo'ydi ekan deb o'ylab ko'rganmisiz? Uni tutib turadigan ustunlari yo'q, uni ushlab turadigan po'latdan bo'lgan mislar, arqonlari yo'q. Muallaq shunaqa katta osmon hech qanaqa tutib turadigan ustunsiz Alloh ko'tarib qo'ygan. Hech bu haqida tafakkur qilib ko'rganmisiz? Bu qanaqa tushib ketmayapti deb o'ylab ko'rganmisiz? Bu Allohni naqadar buyuk qudrat sohibi ekanligiga dalolat qilmaydimi? Osmonni o'zi bo'lsa mayli, quyosh, oy, yulduzlar bor. Hech qaysinisini tutib turadigan bir tutqichi ustuni yo'q. Alloh aytadi: "Estaizu billah, Allohullazi rafa'as samawati bighayri amadin tarawnaha." Alloh siz ko'rib turgan osmonlarni ustunsiz ko'tarib qo'ygan zotdir. Biz shunaqa qudratli bo'lgan Allohni bandalarimiz. Inson qanaqa qilib bu qudratni ko'rgandan keyin Allohga qarshi osiylik qilishi, Allohga qarshi jur'at qilishi mumkin? Qanaqa qilib unga ibodat qilmasligi mumkin? Osmonga chiqishni qo'ying, bir 3-4 ming kilometr tepaga chiqsa odam ko'rinmaydi. Chumolida ham emas, odam asli maydaligi. Tepadan zarracha ham bo'lib ko'rinmaydi. Lekin shunga qaramay Robbisiga isyon qiladi. Allohning buyruqlariga qarshi ish qiladi. Allohning buyruqlarini bajarmaydi, qayt deganlaridan qaytmaydi. Ha, bu shunaqa inson bu. Alloh hammamizni holimizni o'zi isloh qilsin. Hech o'zingizni jannatda tasavvur qilib ko'rganmisiz? Keling, jannatdagi eng past darajadagi, eng past maqomdagi kishi haqida eshitamiz. Imom Muslimdan Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Bu hadis uzun hadis, men qisqa ma'nosini aytib beraman. Musa alayhissalom Alloh subhanahu va taolodan jannatdagi eng past maqomdagi kishi haqida so'raydilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, jannatdagi eng past maqomdagi kishiga dunyo podshohlarini mulkini 50 baravari beriladi. Jannatda yuqori darajasidagi kishilarcha, ularga ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonlarning xayoliga ham kelmaydigan ne'matlar bo'ladi. Siz hozir qaysi ne'matni xayolingizdan o'tkazdingiz? Ishoning, undan ancha afzali va ulug'i buyugi bo'ladi. Chunki jannat ahli uchun ne'matlarni Alloh tayyorlagan. Rahmonning karomat diyori jannat. Jannatda g'am, huzun, kasallik, o'lim bo'lmaydi. Ko'nglingiz nimani tusasa jannatda bo'ladi. Uni g'ishlari biri tillodan, biri kumushdan. Ha, bu Allohning jannati. Agar bu jannatni sifatlasak, bizga oylar ham, yillar ham yetmaydi. Hech o'zingizni jannatda tasavvur qilib ko'rganmisiz? Va uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Jannat taqvodorlarga yaqinlashtiriladi qiyomat kunida. Shu oyatni o'zingiz bir tasavvur qilib ko'ring. Shu holatga o'zingizni o'sha joyda his qilib ko'ring. Alloh aytadi: "Haza ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz." Shunda aytiladiki, Alloh aytadiki, "Haza ma tu'adun." Bu sizlarga va'da qilingan jannat.
O'zingizni tasavvur qilib ko'ring. Alloh sizni hisob kitobingiz o'tgandan keyin Allohning oldida turibsiz, jannat eshigini oldida. Alloh sizga aytayaptiki: "Hadza ma tu'adun." Bu sizga va'da qilingan narsa. Likulli awwabin hafiz. Bu jannat avvab, ko'p tavba qiluvchilar. Har doim bir gunoh qilib qo'ysa, tez tavba qiladigan, ko'p tavba qiluvchilar va hafiz, Allohning buyruqlarini bajaruvchilar, Allohning buyruqlarini muhofaza qiluvchilar uchundir. Hadza ma tu'adun. Bu sizlarga va'da qilingan jannat shu. Allohning kitobida kelgan jannat, sizlar o'qigan shu jannat. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hadisida kelgan, sizlar eshitgan, ko'rmasdan turib unga iymon keltirgan jannat shu jannat deydi Alloh. Alloh hammamizga shu kunni ko'rishlikni nasib qilsin. Alloh hammamizni jannat ahlidan qilsin. Jannat ahli ne'matlarini ichida yashayotganlarida ularga Alloh eng buyuk ne'matini beradi. U qaysi ne'mat? Agar u ne'mat sizga berilsa, bundan ortiq baxt yo'q, bundan ortiq sharaf yo'q. Agar u ne'mat sizga berilsa, siz bundan keyin hech qachon baxtsiz bo'lmaysiz. Bu ne'mat Alloh jalla jalaluhuni ko'rishlik ne'mati. Ha, biz Allohni jannatda ko'ramiz inshaalloh. Buni bizga Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam xabarini berganlar sahih hadislarda. Jarir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Sizlar qiyomatda Robbingizni shu oyni ko'rgandek ko'rasizlar. Uni ko'rishda bir-biringlarga xalaqit qilmaysizlar" dedilar. Va Alloh buyuk kitobida aytadiki: "Estaizu billah, wujuhun yawma idhin nadirah ila robbiha nadirah." U kunda shunaqa yuzlar bo'ladi. Porloq, baxtli, go'zal yuzlar bo'ladi. Ila robbiha nazirah. Robbisiga nazar soluvchi yuzlar bo'ladi. Alloh barchamizga o'zini jamolini ko'rishlikni nasib qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ma'sur duolaridan biri shu ediki: Allohumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhik va shawqa ila liqa'ik.